Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Level Devil o'ynaymiz. Xo'sh, qani boshladik bo'lmasam eng azob o'yinlardan deyshadi. Hehe, meni aldolmaysan. Ko'p chiqadi. Shuning uchun bir o'ynab ko'rishim kerak dedim. Xo'sh, nima qilish kerak? Ha, aytgancha videoga like va obuna bo'ling. Biz 100 ta bo'lishimiz bilan stream qilaman. Ha, meni aldolmading. Bu o'ta azob gemaroy o'yin. Yugur, qoch. Ha. O, ikkinchisiga o'tib olibmiz. O'zi 4 marta o'libmiz birinchisida. Etabimiz 5 ta bo'lar ekan, 5 tasidan 4 tada o'libmiz o'zi. Ha, aldoqchi. Buncha kichkina joy. Telegram kanal ham bor. Telegram kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Mana shundan o'taman. Odam qilgan ishda odam qilaladi. Nimaga? O'tdimi baribir. To'xtanglar. Men buni chota bilib oldim. Agar men buni tomonga tushsam, mana shuna bo'lardi. Shuning uchun men buni tomonga tushaman. Nima? Mamcha buni ham qoch. Nima bo'ladi hozir? Mana shuni ichiga tushsa xavfsiz ekan, demak. 20 marta o'libmiz. Ha, aldolmaysan. Aldolmading. Ha. Qaranglar. Sezgandim. Ichki organlarim sezib ketdi buni. Nima bo'ladi? Ishi. Easy. Nima sakramadi? Boom. Easy. Ha, yaşamagur.
E? Yeppa. Aha. E. E. Shumidi? Shu bitta donani olmaslik kerakmidi? Aldolmadi-yu. Nima qilish kerak? Nima bo'ldi? Manimcha dumaloqchalarga tegib ketmaslik kerak. Nimaga? U ichiga kirib ketyapti-yu. Voy, tegmaslik kerak. Bo'ldi. Sabr. Endi sakra. Kir. Yaxshi. Xarrosh. 29 marta o'libmiz. Bu nima? 2 kishilik ekan. Yaxshi. Biz hozir 2 kishi basmiz. O'shanga 2 kishilik o'ynamaymiz. O'zimizgina o'ynaylik. Bu etapda menimcha men ko'rdim. Asab quvvaradi-yu. Oxirgacha borguncha buni. Kommentariyada yozinglar, kim mana shu o'yinda oxirgacha ignalar sakrayaptimi? Vo! Ignamen bo'lib ketibman. Nima deb turadim? Shu o'yinni tugatganlar kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Aytgancha obuna va like bosishni yana unutmanglar. Hozir bu qayerdan kelib qoldi? To'g'rimi? Men luqmanda. Menga aytilmadi-ku. Easy tashaman deb turadim millet. Men streamga har xil o'yinlar o'ynashim mumkin. Masalan, Roblox, masalan, Level mana shu o'yin. Yoki yana birorta qiyinroq o'yinlar bo'lsa yozib ketinglar, iltimos. Men qachonki 100 ta bo'lsam o'ynayman demoqchi edim. Endi mana oldi bosh kerak. Ну да. Tushundim bo'ldi. Biz mana buni ko'rsatib turgandan keyin 3 ta etapgacha boramiz, keyin shu bilan tugatamiz. O'zi ham 9 minutcha qilib qo'yibman. Nima qilaman? To'g'ri topibman, Xudoga shukr. Nima bo'ldi?
İyi. Easy, easy. Nima bo'ladi? İyi. Hay. İyi. Bella. Tushundim. Ay, sakranib qoldim. Menimcha eng oxirisi kelishidan oldin chiqib olishim kerak. Yaxshi. Easy, хорош. Easy be. Sakraydi deb o'ylading-da. Men sakrayman. Balet. Hop. Nima bu? Bu? Yaxshi. Bu. Qaranglar. Men agar mana shuni sakrasam, tepada chiqib qoladi-da narsa. O'shaning uchun men buni sakramay o'tib ketaman. Nima dedim men sizlarga? O'zi men bu o'yinning statistikasini tushunyapman. Stop. Men 100 tali qarab turib. Agar men pastga tushganni sakragan chiqsa, sizlar obuna va like bo'lasizlar. Bo'lasizlar deyman. Agar chiqmasa, mayli, любой narsa qilinglar. Nima dedim? Qani obuna va like? O'g'il bola. Buni ustida taxmin qilaman. Mana. O'zi bola. Uy. Xo'sh. Uchib ketdim. Tushib qolganmikin deb. Easy bas. Bag'i, easy bas. Bo'ldi. Bo'ldi. Sekin. Tinchlik, xotirjamlik. Ay. Bak. Hup. Xotirjamlik. Bo'ldi. Miyalarim olib qoldi, men o'ynayman degunimcha. Ay, bilet. Bum. Endi aldolmaysan men. Endi meni aldolmaysan. Qana harom o'yin sana level. O'zim bor, qo'llarim qaltirab ketgan nimagadir. O'lishimdan oldin o'zi qo'llarim qaltirayapti. Mana shu mitta ginomcha bizmizda, mana shu mitta ginom. Bo'ldi, oxirgacha borolmayman. Men bu o'yinda bo'ldi, men pishdimmi?
Men shunisiga o'tib olsam, boshqasiga ketib turdim. Nima tushib ketib bolaveraman. Xo'sh, shu bilan o'yinimiz tugadi. 74 marta o'libmiz. Tabriklasanglar bo'ladi. Buni yana boshqalari bor shekilli. Level devil R. What? Kirib ketdi balla. Menda bas ayib. Ayib menda bas. Ayib men tog'amda. Yo, o'zimda. Easy go. Menimcha bu ayib kimda? Ayib mendami yo sizlardami? Xullas, balla shu bilan tugatamiz. Hozir mana katta to'pchani tushirib olay. Shu bilan xayr.